Uyghur yazğıcısı Jaloliddin Behramning Kömurchi bala nomli romani. Bu roman Bilqut şirkatida ovozga elinib, Bilqut to'rida anlatildi. Süzük osmonda alqandahmu bulut ko'rinmaydi. Bir top kattalar o'rmon ustini bir aylandida kaynt tarafga uchib ketishdi. Quyosh Eran daryosining u qanotidagi ibtidoiy o'rmonlar iznalariga bosh qo'ygan bo'lib, uning qipash chechilgan sho'lalarida daryo suvi benafsharang unchilardek vilqlashga boshladi. O'rmondan har xil gul-giyoh, yov mevalarning hidi gupildab dimoqlarga urilardi. O'rmondagi hasal harilarning yillar bo'yi chiqargan hasallari qadimiy daraxt qovzoqlarida eqib tosh hasalga aylanib ketgachkimi, daryoning illiq shamollari nagan-naganda bal purig'ini elib keladi. Odamga yoshlik huzuri baxshandiq qiladigan bu hadis go'zal manziralarga payilmagan Oyoz bilan Xolay o'ltirib atgan g'oyat zo'r o'tliq sharga qarab turibdi. Oyoz, bir ish bor edi, deyishga tilim bormayotdi. Xolay Oyozning qo'llarini tutdi. Qandoq deymi? Qaynadan, har qandoq ish bo'lsa, siz uchun jinim qurbon. Bugun men doktorxonada o'zimni tekshirtgan edim. Xolay qizirib yerga qarab oldi. Doktor, demamsiz? Oyoz toqatsizlandi. Cho'qim heliqi. Rost deysiz, bo'yimda qopdi. Oyoz Xolayni birdilla bag'riga besib qattiq quchoqladi. O'tganda sizning bu balani to'qqimba degan gapingizni anglagandan keyin ko'p o'ylandim. Oxiri mundaq o'yga keldim. Xudoyim har kimga o'zi xohlagan narsani beradi ekan. Nozirga amal ham omad bergandan keyin sizni menga berayotgani tuzikkan. Qarang, sizning mantiqingizni. Men mantiqa yana bir nimalarni bilmayman. Ammo yaxshi ko'rgan ayoliga cheksiz mehr-vafo ko'rsatishni Allohning sunnati deb bilaman. Sizni umr bo'yi asrayman. Təpiləyman, qanat yopaman, qoğdayman. Epqallarınız kelsin. Xolay birdilla öňüp qaldı. Lekin aşı kunlarga Xudo yetkizarmı? Yoki nozir qo'yib bermay gol pichoqda jinimni qiynarmı? Osmonga esib qo'yib ko'ngil ocharmı? Ondaqda sizni elib qochaman-da, dunyoning eng yiroq yerlariga elib ketaman. Menga shunchalik aqida qilgan ekansiz, menmi sizga umrlik halol jufti hamroh bo'la olayman. Xolay, bundan keyin Naima bilan tug'liqning ishiga ikkimiz birdek ko'ngil bo'laylik. Ular g'ongrab qolmasin. Rahmat Oyoz. Ko'nglingiz daryodek odamsiz. Sizga yoshlik ishqimni beramagan bo'lsam-mu, amdiki umr manzilingizda chin vafodor ayolingiz bo'la olayman. Ko'pkak chimliqda yonma-yon o'ltirgan ikki tan bir-biriga asta yaqinlashdi. Daryo kundashlik qilgandek shovqulladi. Örkəşlər bir-birini qoğuluşub yugurishdi. Qushlar qın-qınığı patmay bəs-bəsdə sayrışıb ketishdi. Eran yaproqlari o'ziga o'xshash qizdirib ketgan yuzlarni ko'rib chavoq chelishdi. O'tlar orsidagi chekatkalar chirildab, yov o'rdaklar qanot qoqdi. Voy, nafas ololmay qoldim. Pichirladi Xolay. Oyoz, endi ketayli. Naima bizdan burun dachaga kirsa qamlashmaydi. Balkim tug'liq bilan ikkisi bir-biriga paylamay mo'ngdashayotgandir. Oyoz bilan Xolayning o'ttirsida mushu gaplar bo'linayotganda tug'liq Naimani bag ustang bo'yida uzitib qo'yayotdi.
Nəyimə, hərgiz ko'nglingizga olmang, dedi To'g'liq qizilliq ilkida. Dadam undaq odam emas edi. Nima bo'lganligini menmi bilmadim. To'g'liq, ko'nglim tuyib turdi. Dadangizda cho'qim bir o'zgarish bo'ldi. Naimaning ko'zlari yosh yo'qi edi. Mening gumonim, dadam bir nima dedimikin deyman. Ehtimol, haras, atdigan yezi bozoriga berib kelay deb yo'qab ketgan. Men buni aniqlamay qo'ymayman. Hargiz qo'pollik qilmang. Xo'sh. Naima meni bosqa tushib uzab ketgandan keyin To'g'liq qaytib keldi. Amrulla buvay kovi barangi tegidagi supida hassiga ingaktirib o'ltiribdi. Uning chiroyi kahri yutug'andek tutilib ketgan edi. Dada, bu sening nima qilganing? To'g'liq to'pidili o'ltirdi. Buningdan keyin kelmang. Siz degan katta amaldorning qizi, biz bo'lsak namrat, o'lsakmi qinimiz qo'shilmaydi. Bu sening zodi nima maqsading ba? Bu gaplarni qilib nomusdan o'ltirding-ku. Amisa yolg'onmidi? Buvayning paxma qoshlari mijjiti tirildi. Sen o'zingni Hekimbek G'o'janing o'g'li, Qiyimbek G'o'ja deb chaqlab qoldingmi? Bilib qo'y, ko'murchi bilan Urumchilik Eselzodaxon qiz qandoqmi bir qozonda qo'ynisin. Bu xuddi toshni tayoqqa tongan dakli ishqu. Amisa bu chaqqacha Naymani qo'lda yasab olgandek esil qiz, Xudoyim bergandakli qiz, sunduqning uvisidan chiqqan ko'k balisi deb maqtaganlaringchu. Bo'ldi qil. Buvay gapda tutilib terik qoldi. Turilg'ining balisidek vichirlab ketding-a? Buningdan keyin u qizdan umidingni uz. Yo dadangga tur, yo ashu qizga. Men ko'zim ochiq turib, sening u qizni elishingga yo'l qo'ymayman. Voy Xudoyim, dada sana nima bo'lgandi? To'g'liq terikkinidan pushildab ketdi. Bir kechada jin takkandakla bo'ri juvonni kiyibli qo'pibsan-ku. Bo'ldi, zuvoningni yig'. Buvay hassiga tayinib oralli turdi. Bundan keyin chilonliqqa borganingni bilib qolsam, o'zimni daryoga tashlab, bir yo'lila qutulaman. Bu kakunchilikdan. Buvay hassini to'kildi-to'k uyga kirib ketdi. To'g'liq o'ltirgan yeriga mixlab qo'ygandek beshini sangilatib, uzungacha o'rnidan turmadi. Uning ahli hech nimaga yetmadi. Dadasining bundaq tasodifiy o'zgarib, boshqalab bir odamga aylanib qolganligidan hayron bo'ldi. Oxiri uning qallasiga tuyuqsiz bir xiyol kelish bilan o'rnidan turib, eshik tubiga keldi. Ham ostag'ina to'ladi. Dada, men do'kon oldiga ketdim. Tarsu kenti o'zim ketgan bir g'o'l ko'cha bo'lib, Tarsu bozori deb ataladi. Odatda u juma kunila hamma narsa tepiladigan qaynam bozor bo'g'ashqa, yiroq yaqin gez kentlar Ozni bozor deb qo'yadi. Mana shu bozorning ikki tarafida kichik tarmoq ko'chalar bor edi. Shoyikamning bo'tkisi yana ushaq-tushak, yemak-ishmak, turmush mulozimatlari sotadigan bir qancha do'kon cho'ng ko'chaning o'ttirsida xomanning mo'misida ko'zga cheliqib turadi. Mana bu mahalladagi qeri yosh bekorchilarning yig'iladigan o'rni edi. Ular so'rin tuzishib, qarta qatar o'ynashadi. Munur doim ko'mirlarni setib bo'lib, do'kon oldida oq ham qora toshlarni tizib, qatar o'ynaydi. To'g'liq do'kon oldiga kelganda ko'z bog'langan chog' bo'lib qolgan edi. Do'konning oldidagi shaxshumbular bilan yepib olgan lampida chivin poqidan olichbar bo'lib ketgan chiroq g'uva yo'rib turadi.
uning tegida qarta ham qatar so'ralari jiddilashib, vaqirishib, jarqirishib o'yinning yarishig'ini qilmoqda edi. Tug'luq Munurni noqib chatga ep chiqdi. Ondan uni bag o'stan bo'yiga opirib, bo'lgan ishni oddiyla tushundirdi. Munur yumuq ko'zlarini texmi yumib, bir haza turib ketgandan keyin ko'zlarini yerim ochdi. Hey adash, bundaq buruqtirma bo'p yurgicha udulla chilalliqqa bormamsan? Munur osmonga hanqayib qaradi. Do'chidagi heliqi nasllik buqining ismi nimita? Ajab, unutib qoldima u guyning ismini. Oyazni demsan? Ma bu yumuqning qo'yib olgan ismini ko'raymi? Belli. Shuning bilan so'zlashib ko'mamsan. Buvayning u yerga barmaganligini, heliqib to'rqirsoq bilan nima deyishganligini oshu cho'qim biladi. To'g'ri, ajabmi yodimga kelmabdi. Tug'luq Munurning beshiga boshqana urib qo'ydi. Ya Allah, sening mushu so'qi bosh kallang ishlaydi-jumu? Hey, berishdi-ku, meni bo'sti borarsan. Kelishdi qanday qilsan? Voy rost, bu tarafini o'ylamabdiman. Dadangning gapidan kallang o'ylanibdi ketibdi-da, bechora oshiq. Munur Tug'luqning do'lisiga shaqqada birini urdi. Mening velosipedim bilan bag'im. Xotinimga desang ochiq beradi. Hey, bu qo'l jazman utatdim. O'yinni buzding-da, do'zax shotisi. Tug'luq Munurning velosipedi bilan chilalliqqa qarab bo'randek yurib ketdi. Asfalit yo'l ham yer tubini bo'g'ashqimi pedalni birla tepib qo'ysa, choqning ispislari ko'rinmay qoladi. Tug'luq oy tug'masdan burun chilalliqning chegarasiga kirib keldi. U dachining sol tarafdagi chegara temiga berib, Oyazning o'g'isiga chalma tashladi. U tarafdan hech qanday shapi bo'lmagandan keyin ikkinchi qatam yo'g'onroq chalmadan birini tashlaganda Oyazning beshi tomdan ko'rindi. Ammo mushu chaqda Tug'luqdan ansirab qolgan Amrulla buvay osini to'qildirib do'kon oldiga keldi. Bu yerdagilar Munur ikkisi bag o'stan tarafga ketgan deyishdi. Shunga u Munurning uyiga borgan edi. Qora qumchoq kelin erining o'gatgani bo'yicha og'aynilarning uyiga boramiz deb Tug'luq bilan birga chiqib ketgan edi. Fidaning uyidimikin, ya zehrini izlab ketdimikin deb mujmal javob berdi. Buvayning balalarning uylariga berib izlashga hafilisi yo'q edi. Shunga u uyga qaytib kelib supaga selib qo'ygan quroq ko'rpaga yon boshlab yetib yig'lab soldi. Ras, bu yig'a uning yurak bag'rini o'rtab, xuddi qiyondak yamrab keldi-da, u esada bo'g'ilib, o'zini zodili tutib olmadi. Vallahi alam, besabab ish yo'qdir. Ashu quroq ko'rpa buvayning ko'nglini parakanda qilibdi. Buningdan 28 yil ilgari bo'lishi kerak. Tatliq muloyim qizi Umay qiz o'zi yiqqan quruqlatilardan tikkan bu quroq ko'rpa o'ngib, yirtilib, yamoq ustiga yamoq tushib, hech maslahati qolmagan bo'lsa-mu, buvay uchun yanada qadrli edi. Shu chaqda u rahmatli marhuma, "Dada, quroq ko'rpada yatsangiz umringiz uzun bo'ladi" degan edi. Ras, mana Amrulla buvay bu yil 75 yoshning qarisini oldi. Biroq olqandek, quloqdek parcharaqlardan bir yangna, bir yip qilib quroq ko'rpini tikib chiqqan Umay qiz o'sha quroq ko'pchilikmi yashayamadi. Kim biladi? Quroq ko'rpida yotadigan dadisiga o'zining yosh hayotini quroqlarga aylantirib, quroq ko'rpaga singdirib etganmi nima? Azroil hozircha Amrulla buvayni izlaydigandek emas.
Buvay daraxt yiltizidek yirik alqanlar bilan ko'rpini siladi. Silagan seri ko'z yoshlari qo'riq bosgan yuzlaridan serilib, to'kilib, oppoq soqollarini yo'l qilibdi. Uning yoshlariga ayoli donam Mumay, qizi Umayning dard hasratlari. Bu dunyoda yetilmagan orzu armonlarining qon zardoblari orlishib ketgan. Әмрул buvayning 10 balasi yo'q. Aşı bir talla jigari bor edi. Haq taala farzandga kelganda bu oilaga shunchalamu bexillik qilgan bormi? Rast bermadi emas. 2 o'g'il, 1 qiz berdi. Biroq o'zi berib bo'lib, paylamay yana ep ketdi. Oxirida bergan tog'ar qiqindisi Umay tug'ilib, bu oilaga xuddi shu qadri nuri tushgandek xotin ikkisi qavatli xo'sh bo'lib ketdi. Balaning 40 suyida 40 to'qash yiqib, 40 balaga tarqitib berdi. Bir tal to'qach, bir o'chim tatliq turum olgan balalar mahalla yugurishib, o'z sepiga qaytilgan do'stini bir xudodan tilab qo'shiq aytishdi. Allah özün kudretlik, biz namını kıldık yat, verdin bizge umayni, barçı bala bulduk şart. Toşdi bugün 40 suyu kuyuldi, bizge yana bir kanat qıtılgandek tuyuldi. Aramızda ey bolsun elip ketme umayni, rahmin kelsun anağa, yetim kılma atını. Bir necha kunlargacha patisi oqshimi tor suv osmonida yangragan g'uborsiz norasidalarning tilakini doim Xudoyim maqbul etdi bo'g'ay Umay Amrullah bilan donamning yolg'iz chirig'i bo'lib yenib qoldi. Umay yavash, muloyim, sodda qiz edi. U o'rta maktabning 2-yilligida o'qiyotgan chig'ida qizil chiqqan bahona bo'ldi-da, qizil yonmay o'qishdan qaytib qoldi. U ota-onasining bir dal tavariki bo'g'ashqa ko'ziga qarab deganini qilib beradi. Qo'l ikida bar dehqon qizlarimi kiyinmaydigan kiyimlarni Umay kiyadi. Chehri sut quyib bo'yaqqan to'qashdek oppoq ham yumaloq. Lavlari 2 tal qizil marjonni potirib qo'ygandek umoq. Burni iqib tushgan navat suyidek pokiz. Qayrinli kirpikli ko'zlari kulib o'tiradigan bu qiz Sahraning guli edi. Afsus, bu gulning 20-bahori kech kuzning sovuqida ushibga uchirdi. 1970-yili madaniyat zo'r inqilobidagi qalaymaqonchilikqa xotimi berilib, inqilob jarayonida urush chiqish, bulash talash, o't qo'yish, odam o'ldirish qatorliq jinoyatlarni sodir qilgan 3 xil odamlarning adibini berish bosqichi, birga zarba berish, 3ga qarshi turish harakati boshlandi. Mamlakat bo'yicha inqilobni tutib ishlab chiqarishni ilgari surish xizmatiga yordam berish uchun joy-joylarga xizmat guruhi avatildi. Yuqoridan kelgan kadr Turdi Hasan Tarso'ga belgilanib, senbi kurash qopqig'ini echish xizmatiga yetakchilik qildi. Hujjat, material o'rganish, tahlil, tanqid, o'ziga tatbiqlash, qalb topshirish bosqichlari orqali bir qism dehqonlar tortib chiqarilib, inqilob punkti bo'lib qoldi. Ularning ko'plariga 2 yurak degan qalpoq kiygizilib, adabi berildi. Shahar yoki sahra yezlar bo'lsin, xeyli ko'p oilalardan eng bo'lmasa bir odam 1962-yil 29-may vaqasidagi qoch-qochda Sovet tuprog'iga o'tib ketgan edi. O'tib ketmagan taqdirdimi, u tarafda urug' tuqqan qom qarindoshlari borlar ko'p edi. Mana endi holva yegan qutuldi, tovoq yalgan tutuldi bo'lib, vatanga o'zining sadoqatini bildirib qilib qolganlar Turdi Hasanning nazarida 2 yurak sinfi dushmanlar bo'lib qolgan edi. Tarsu boshlang'ich maktabning o'qituvchilarimi gumonliq unsurlar deb qaralg'ashqa kurash qilish, tahlil, tanqid maydonlarida xotira yozish,
әнсі тұрғызыш қатарлық ішлада 20 яшлық Умай болса, Turdi Hasanның katibi болып қалды. Turdika, мен bu ishni qilmayman, dedi Umay bir kuni qalamini jaqqada ustalga qo'yib. Qo'rqidi ekanman. Nimadan qo'rqidi ekansiz? Siz masala aniqlayman deb kechalari dehqonlarni akirib urdi ekansiz. Ahmaq qiz, bu degan inqilob. Turdi Hasan o'ttirdan bo'lingan chechini barmoqlarida tarab qo'ydi. Moshundaq inqilobda o'zingizni cheniqtirmasangiz, men sizni Urumchiga qandoq elib ketaman? Qosqus, paqpoq urib ketsangiz, Umay yig'laverdi. Mening yuragim selib og'zimga tiqilib qoladi ekan. Chunki siz inqilob bo'ronlarida cheniqmagan. Mana bu sizga fursat. İnqilob avangardlardan bo'lsangiz, ondan Urumchining siyosiy havosiga moslasha olasiz. Turdi Hasan ishxonada bekor qolsa, Umayning husn jamolidan bahrag'ach Urumchini maqtab beradi. U bog'chalar, egiz binolar, oliy maktablar, asfalit yo'llar, oyog'i uzilmay qatnayotgan har xil avtomobillar, madaniyatlik turmush qatorliqlarni maqtag'ili tursa, Umay ingak tiriginicha kecha bir vaqt bo'lib ketganini to'ymay qoladi. Voy xudoyim, Turdika, gapingizga qiziqib o'ltiraveribdiman. Qarang soatni. Umay ustaldagi chikildab turgan soatni ema qiladi. Men qaytay, dadam opam xop bo'lib ketadi. Ahmaq qiz. Bilqut xazinasi. Turdikam akilib qo'ydi desangiz, gap qilinmaydi. Yuring, men sizni opirib qo'yay. Kunduzlari eshaklar hangrab, otlar kishnab, kalalar mo'rab, dehqonlar varqirishib, jarqirishib yuradigan Tarsu kenti kechalari to'limi jimjit bo'ladi. Faqat zaif, g'ingshib, qulqonga urilgan pasha ko'mitilar odamni bezor qiladi. Nagan-naganda yo'lni kesib o'tgan kirpi tikanlarini dingaytib, qo'g'illiqlarning cho'naklariga kirib ketsa, qushlar uyquliq churuqlab qo'yadi. Nədendir yiroqlardan goh anglanib, goh yo'qaydigan mo'ngluq naqshi ovozi yuragingdagi koni piraqlarni esinga selib, ko'zlaringni lip-miliq tuzsiz yoshlarga to'ldiradi. Turdika, unda qilmang-a. Umay Turdidan yiroqlashib mangdi. Ajab sat turdi ekan. Siz qachonmi Urumchining madaniyatini o'rganarsiz? Dedi Turdi qizning to'lg'an belikidan ushlab. Urumchida qiz yigitlarning hammasi mushunda qo'l tiqlashmag'idi. Buni patroshkalab mingish deymiz. Men undaq madaniyatga ko'nolmaydi ekanman. Ko'nolmasangiz, Urumchiga borsangiz, chenib qolasiz. Men Urumchiga bora olmaymanmi? Nemishqa bora olmaysiz? Mana men o'zim opiraman. Turdi Hasan qizning ballaridan siliqqini quchoqladi. Umay, men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Meni sahroliq to'mpay ko'mamsiz? Tarsuning nerisini ko'migan bu sahro qizi uchun Urumchi rostlar rivoyatlardagi jannatdek bilinadi. Uning bu qiziqish, sodda intilishlarini ko'rgan Turdi Hasan Urumchiga elib ketaman, Urumchida o'qitaman degan yamchuk bilan uni o'ziga rom qilib oldi. Ham bir necha qitim uyga kash qaytgan Umayni bag o'stan bo'yiga opirib, yangi madaniyatga ko'ndirishga boshladi. Mart oylari oxirlashib, aprel kirish bilan dehqonlar aldirash bo'lib ketadi. Yer og'dirish, so'ram selish, terish, sug'urish, cho'nak tatish, o'g'it yetkashdak dehqonchilikning rosa qotilangchilik mezgili boshlandi. İnqilob ba'zan kechalari elib berilgan bo'lsa-mu, asosiy jihatdan ishlab chiqarish tutildi.
İnqilab avangardlari 1-2 guruhi bo'lib ishlab chiqarish atratlarida dehqonlarning terish, sug'urish, o'g'it yetkash ishlarini tutdi. Umay bilan Turdi Hasan ma'lum atratga mas'ul bo'lmay, Tarsuni umumyuzlik nazorat qiladi. Shunga ularning qayerga berib, qayerda turayotganligini hech kim bilmaydi. Amrulla Donamla qizning xizmat guruhisida ishlayotganligidan mamnun edi. Ba'zi dehqonlar qand, choy, raq, go'shtlarni ko'tarib kelib, Amrulla bilan Donamga qizlari Umayga degan bo'lsalar, xizmat guruhisida bo'lgandan keyin dadamni uyda qo'nishga ruxsat qilgan bo'lsa, maydisi og'riydigan kesili bor edi, deb yolvorsa, ba'zilari to'qqanlarining gunohini yengillatib chora ko'rishni o'tinadi. Qizning hurmat inovatidan xudini yo'qitib qo'ygan Amrulla bilan Donam Turdi Hasandan bakmu mamnun edi. Mart oylari kirish bilan to'p terak, qorg'ocha, tarsolardagi qiz yigitlar shanba yakshanba kunlari velosipedlarga minishib Chilonliqdagi Eran o'rmonligiga qiqos cho'qon ko'tirishib mengishadi. May oylarida Eran o'rmonligi binafsharang qizil, seriq to'llarni kiyib, bo'lakchalar rangdor tusga kiradi. Qiz yigitlar uning nozik yupirmoqlarini muhabbatining simvoli qilib bir-biriga taqdim qilishadi. Daryo qirg'oqlarida, buloq boshlarida suv chechishib, qorong'u soylarda pichirlashib, kelgusi baxtli turmushlari haqida mo'ngdushib, dam olish kunlarini baxtli ko'ngillik o'tkazadi. Bo'libmi hep bayram xotira kunlarda erallik bajoyiki to'y tusini oladi. Bir kuni Turdi Hasan Umayni velosipedning orqasiga elib, Chilonliqdagi erallikka keldi. Ular tushkicha o'ynagandan keyin elib kelgan nonlarni buloqqa chilab yeyishdi. Ondan Eran o'rmonligidan yuqorilab mengishdi. Eran daryo qirg'oqlarida qo'g'ilishib, tuyuqsizlar jannatdek bir boqqa kirib qoldi. Oraliqni keng qoldirib tikilgan olma, nashput, algrad, shapdullarning yupirmoqlari xuddi moylab qo'ygandek ko'p-ko'p parqirab turadi. Yetilgan g'o'rilarimi shunchalik sarxil edi. Mevalarning orliqlaridagi toxta etizlog'i terilgan bug'doy qo'noqlarning beg'ishlari to'm, yaproqlari qora bo'lib, elikdan boshaqlarini ko'taramay qolgan edi. Bu asnoda chor soqolliq vejikkina bir odam bilan 17-18 yoshlardagi bir bala qo'llarida bog'van qo'ychisi tutgan holda paydo bo'lib qoldi. Ularning mevalarning harom shunlarini putash uchun kelganligi aniqla turadi. "Balam Ayoz", dedi vejik buvay tol bo'stonni ishora qilib. "Sen tol bo'stonni tara. Nashbet olmalarning harom shunlarini yaxshi farq etmaysan." Turdi Hasan bog'ning nuqsonsiz chiroyliqligiga, atrofdagi manziralarning uningga texmi husn qo'shqanligiga ichida ofirin o'qidi. Demasimi, bog'ning oldi tarafi o'rkashlab eqiyotgan Eran daryosi. Atrofi go'yo bog'ni judun chapqinlardan asramoqchi bo'lgan qo'rg'onlardek bo'k o'rmon. O'rmon ichining kesib o'tgan agir-bugiri yo'l. Yo'l atroflarida bo'ljirgan qulubnik malinalarning maziligi dimoqlarga urinib turadi. Yiroqdan Avral teg'ining oq boshliq cho'qqalari ko'mishrang parqiraydi. "Pah", dedi Turdi Hasan boqqa to'ymay qarab. "Mushundaq yerda uying bo'lsa, umr bo'yi qiyirmaysan-da." Turdi Hasanning ichidagini bilib olgandek, chor soqolliq bog'van chiqib olgan olma ustidan varqiradi. "Hey, qodirimiz, qarab ketdik-ku. Kunduzda yulduz ko'rgandek." "Zo'qim kelib, demasalmi kunduzda yulduz ko'rgandek bo'lyapman." "Rost deysiz. Eran daryo bo'yidagi bu 15 mo yer
ota bovimizdan qolgan təvərrük gühərdana. Qaramamsiz, komurchilan tuproq, havası sap boğaşqa, meyvelərə qurt düşməydi. Adnası bu yerlər taş derisanızmı ünüdü. Meyve hem ziraatlaringizdan bilinib turmamdı. Texi meyveler yetilganda bir keling. Bağdan mehringizni üzəlməyli qalasiz. Bağdan xazinasi qarab varqirdi. Voy, Ayaz, üzümning pishqan sho'nlariga diqqat qila. Bo'ladi dada. Ayaz o'dingshidi. To'limi ansizda Hasan. Har yili qilayotgan ishim tursa bilmamdim. Turdi Hasan bu yerga ko'ngli qiymagan holda qaytdi. U yo'lda ketib etib Umayga, agar qo'l ilkingda bo'lsa, mushundaq yerga hayvatlik bir uy solsang, ormansiz yashaysan-da, deb qo'ydi. U keyingi vaqtlardami bu 15 mo jannatni unutmay, el og'ina, yor birodarlarga bir necha yillargacha maqtab yurdi. Bizning Iran daryo sahilleridagi yezi sahrolar may oylaridan boshlab ashundaq chiroyli bo'lib ketadi, dedi Umay Tarsoga qaytib etib. Bizning Tarso kentimizni mu ko'rgansiz? Ko'rdim. Turdi Hasan velosipedning orqasidagi Umayga qayrildi. Lekin chiroyliqda sizga yetmaydi. Aski. Umay turdi Hasanning dimbisiga boshqani mushladi. Ras, may oylarining o'ttirlaridan boshlab Tarsoning Edir qirlari, layla qozoq, seriq chechak, ko'k gullari bilan turkinib ketadi. Hatto ko'z yetgisiz ko'p bug'doy zarliqlar orasida echilib ketgan qip-qizil layla qozoq gullari ko'k osmondagi yulduzlarni esga soladi. Daryo bo'ylari bajoyiki bir surat edi. Mahmaldak sahillar tavlanib turardi. O'rkashlab eqiyotgan suv quyosh nurida uncha majandak yaltiraydi. Daryoning u qanot ham bu qanotidagi ziriq, qarqat, oliqat, jig'an qatorliq tikanlik to'qayliqlar, o'rmonlar, eran ko'chatliklari yeyilib yotadi. Suvning o'ttirlaridagi yap-yeshil orollarda ot, kala, qo'ylar o'tlashib yuradi. Tarsodan daryo bo'yiga tushib ketadigan chig'ir yo'l o't-choplar orasida yotgan o'lik yilonga o'xshaydi. Edir g'olida bir tip Iran darxi bo'lib, turdi Hasan kunduzlari Umay bilan ana shu Iran tuvida saydab yetishadi. Iran tuvidagi yumshoq, misl qilin ham egiz o'skashkimi ularni ko'rish mumkin emas edi. Turdi Hasan shishidek pokiz osmonda parvoz qilayotgan lochinga qarab o'ngdisiga yotadi. Onunğa qarab yandı yatgan Umay bir tal o'tni uning burun teshiklariga, bo'yinlariga, quloq orqasiga tekkizib kulmoqda edi. U turdi Hasanning so'l quloqining ostidagi bodamdek qip-qizil holini ko'rib qoldi-da, asta siladi. Turdikka, bu holingiz qizil gulga o'xshaydi ekan. Sizmi qaysi bir guldan kam omrig'ib? Kechalari bak o'stan bo'yidagi sugatlikda obdalli ko'ndirilgan Umay bu pinhon Iran ostida turdi Hasanning qonmay suyishlariga, quchoqlashlariga, bu yerlarni mujishlariga qarshilik qilolmadi. Ham shahvani nafsining hayajonida hasirab ketgan turdi Hasan Umayning ko'zlariga talmirib qaradi. Yuzlari qizarib ham o'pdida eslib ketgan Umay "Yanima?" deb pichirladi. "Hech nima bo'lmaydi. Bir qatim", dedi turdi Hasan hejiyib. "Siz meni olaman, Urumchiga opirib o'qitaman degashga o'zimni bulg'udim", deb yig'laverdi Umay. "Ammo keyin yana varsangiz, oldingizda o'lib beraman." "To'g'ridan-a, Umay, ondaq vafosizlik qilsam, Xudomi kechirmas meni",
Mening shundoq o'qug'im bo'lg'ashqa sizni cho'ng ko'may tegay dedim. Bo'lmasa menga shahardanmi elchi kelgan. Kunlar haftalar oylarni qo'g'lashib o'tmoqda edi. Bir kuni kechasi turdi Hasan bilan Umay bag o'stan bo'yida uchrashdi. Qizning umoq chehri tatarg'an bo'lib, kayfiyatimi chegish ko'rinadi. Turdika qo'sqimda qapti. Qiz yig'layapti. Qandaqmi qilaman endi? Nima? Qo'sqimda qapti? Turdi Hasanning qo'llari turmoq qalpirlarmi titrab ketdi. Men sizga pul beray. Mana tuting. Turdi Hasan qizning qo'liga 20 so'm tutqazdi. Shaharga kirib oldirib eting. Qizning ko'zlari yaltida olaydi. Oldirib etgan bilan ish tugamdi. Uningdan ko'ra elchi kirgizing. Darhol to'y qilib olaylik. To'y? Turdi Hasan cho'chib ketdi. Hey ahmoq qiz, tashkil meni xizmat guruhi qilib avatgan. Xotin elib, uy tut deb avatmagan. Amsa bu balani Umay qursog'ini imo qildi. Qanday qilaman? Sizmi ketaman davasingiz? Darvaqa bu chog'da mamlakat bo'yicha joy-joylarga tushgan xizmat guruhlarining qaytirib ketish buyrug'i chiqqan edi. Turdi Hasanmu har kuni xizmat guruhi bosh shtabidagi birodarlarga telefon berib tinglab yurib Umay, tugman tarafdan 2 odam kelyotdi, dedi Turdi Hasan Umayning belikidan ushlab turib. Bu haqda keyin paranglashaylik. Oradan hafta o'tdi bo'g'ay, Turdi Hasanga qaytish uqtirishi kelib qoldi. Lekin u Umaydan o'zini qochirib yuribdi. Bir kuni Umay inqilobni tutish ishxonasiga kiribla o'llik yig'layapti. Agar boshqa turgin qizlar bo'lgan taqdirda yuqoriga arz qilman, idoranga berib boshliqqa deyman, so'lit etaman deb g'ovg'o ko'targan bo'ladi. Lekin bu yavash, muloyim, sodda sahro qizi o'zining yuzining to'kilishidan ansirab o'lishga rozi bo'ldiki, undaq beshamlik qilolmaydi. Lekin Turdi Hasan Umayning yig'isidan qattiq ansirdi. Albatta, boshqalar kirib qolsa, nima deb tushundiralaydi? Shunga u bugun kech soat 10larda bag o'stan bo'yiga chiqing, debla uni ishxona bo'sag'isida uzitib qo'ydi. Turdi Hasan ketib bo'lg'icha biror chatoqning chiqib kelishidan ansirdimu, ish qilib u degan vaqtda bag o'stan bo'yiga yetib keldi. Qiz to'la yig'lab, ko'zlari qizirib, qapoqlari ishib ketgan edi. Turdi Hasan bu kecha iloji bor chiroyli gaplar bilan Umayni aldab, o'tkaldan o'tib olmoqchi bo'ldi. Shunga u qizni quchoqlab so'ydi, akilatdi. Hargiz chidamaydiganligini dedi. Umay, men et ketmoqchi, dedi Turdi Hasan qizning engikidan ko'tirib. Beribla xizmatimni qo'limga olaman-da, idoradan to'y qilish xati akiliman. Birer 2 oy sabr qiling. Ketishdan burun nikoh qilib qo'ysak bo'lmamdi? Qiz ko'ngli tuyg'andek to'kilib ketdi. Men xalq olam oldida ishonchlik yuralayman. Hey, nimalarni deydigansiz? Partiya hukumat o'stirdigan kadrlarni tövanga tushirib cheniqtirdi, dedi Turdi Hasan mag'rur qiyofatda. Men degan o'stiriladigan nomzodlar tizimligida ismim bor odam. Shundaq turug'liq xizmatga tushirilgan joyda to'y qilib olsam, o'sish emas, xizmatdanmi ayrilib qolaman. Uning ustiga qizil qog'oz olmay nikoh qilsa qonunga xilof. Voy, nimandaq chiq gaplar bu?
umay yeshini ertib ulgurtanmayotdi. Agar meni aldab kelmay qo'ysangiz, bolangiz bilan daryoga o'zimni otaman. Bo'ldi, yig'lamang. Nima degan tugamaydigan yosh bu. Amisi qanday qilaman? Meni kuting. Qarang, bu nima? Turdi Hasan ko'nglik yaqisiga qo'lini tiqib, yeshil yipak yipga o'tkazilgan so'z havarang kahrava tumarni elib, qizning bo'yniga esib qo'ydi. Bu momamdan qolgan tabarruk. Hargiz yuttirib qo'ymang. Meni kuting degan quruq so'skani umayning og'ziga selib qo'ygan turdi Hasan bir ketgancha yo'qoldi. Kunlar, yillar asr bo'ldi. U bag'ri toshning xabari bo'lmadi. Umayning ko'z yoshlari yiltisiz buloqlarda qurib tugadi. Ko'zlarining nuri o'chib, yo'llarni g'uva ko'rdigan bo'ldi. Acaba umaydak sahra gulini heliqa qora ko'ngil do'zaxi nima qilib qo'ydi ha? Bargan seri yo'g'inavatgan qizim hasa romanlarda tengib yurgan umay ota-onasidan o'zini qochirib yurdi. Biroq og'riqni yashirsang o'lim oshkora degandek uning qursiqi 4 oydan eshib qolganda opisi Donam sezib qoldi. Emrullah kechicha etizga suv olganda Donam qizini zamchiga bosdi. Lekin umay yig'lashdan boshqa hech nima deyolmadi. Donam qizini urdi, tilladi, qog'idi. O'zini o'zi qachatladi. Ammo chiqqan ko'z o'rniga kelmagandek qonchiqig'im bilan bekor edi. Bir kuni kechasi Donam o'rinda yetib turib, Emrullah Tambirga bu ishni aytdi. Ko'zlari jondek yo'g'inab, chiroyi sup-sur bo'lib ketgan Emrullah o'ltirib etaman deb qo'liga paltini elib oldi. Donam uning putlariga esilib yolvirdi. Dunyodagi barliq yaxshi gaplarni qilib yelindi. Hatto meni o'ltirib ochiqlarni chiqarsizlar dedi. Uning bechora yiqul mo'min onikum holatini ko'rgan odam emas, malaikalarning ishchi serilib ketdi. Hey darixa, ayol kishi bo'lmoq, bo'libmi ona bo'lmoq nima degan tasa? Ana qarang, yandagi uyda mo'l-mo'l yig'lab yotgan umay dadisi bilan opisining o'ttirsida bo'linayotgan gaplarni anglab, ulug' o'tda kuyayotgandek to'lg'anmoqda edi. Sen opisi turib bu ishlardan xabaring bo'lmay qolamdi. Emrullah inakka qarasli saldi. Ona degan bo'yga yetgan qizi bilan sirdosh, mungdosh bo'ladigan-ku, hey g'urilday. Xabarim bor dadisi. Umayning u odam bilan to'y qiladiganligidan sizlarning mu xabarlarida bor. Dedi Donam tizlangan peti. O'zlari bo'ptilar, o'qitaman degandan keyin o'zini cho'ng bo'lsa-mu berayli degan tilg'u. Hey o'larman g'urilday. U degan musulmonchilikda bor ish. Vaqirdi Emrullah. Lekin bu nikohsiz qursoq ko'tirish musulmonchilikda joiz emas. Ig'ir gunoh, bilamsan. Unda qizni o'tmishda chalma-kesak qilib o'ltirdi. Amsa qanday qilamiz? Donammu un selib yig'lamoqda edi. Silimi bo'pti degashga umay u odam bilan nega berib nima ish qilganlarini deb bersa, menmu bo'ptilar to'y qilgandan keyin deb sal qarabdiman. Mana amdi. Hey, kolva g'uralday. Emrullah Donamning peshonasidan noqvatdi. Qizing hamma ishlarni sana maqtanib deb berganda, mushundaq sharmanda bo'lishni o'ylamadingmi? Emrullah bilan Donam datalash qilib tongmu suzilib qolgan edi. Ular Go'ngshiga, Urumchidagi cho'ng o'rinlarga arz qilmoqchi bo'lishdi.
lekin darhol yaltaydi. Rəhbəri kadrlarni kapitalizm yo'liga mangan huquqdorlar degan qalpoq ostida kurash qilib, sozjoyi qishqirib, holini qo'ymadi. Moshunda qalaymaqan vaziyatda kimning gapini kim anglaydi? Onun ustiga haq uqmaydigan satchilikni o'zlari oshkorlab, qizini ham oilani rasvoy olam qilganning foydasi nima? Er-xotin ikkisi oldiga mansa harbi o'riladigan, orqaga mansa ot o'ladigan ochalda gangirab qoldi. Lekin ular qizining ishkirki uyda yo'q ekanligini ko'rib cho'chib ketishdi. Ota-onaning kechichi qilishgan gaplari, tarqatgan tangliklarini anglagan Umay derazadan tushib, nalagidir ketgan edi. Amrulla bilan Donam yig'lab qaqshab haftigacha izlab derikini ololmadi. Qo'lim qo'shinlarmi ularga hamqon bo'lishdi. Oxiri Umay o'zini daryoga tashlabdi, ko'rganlar bor ekan degan gap tarqaldi. Amrulla, Donam, er-xotin oddiy bo'lsa-mu qizining ro'yiga atab nazir berdi. Shunda qilib ular yolg'iz qizidan ayrilgan bo'ldi. Bilqut şirketida ovozga elanib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Көмүрчі bala nomli romanini bugun mushagacha anglatdik. Davomini atki anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shanxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.